25 fevral kuni soat 21:46 da 2010-yilda tug'ilgan xususiy maktabning 10-sinf o'quvchisi BMW M4 rusumli avtomashinani haydovchilik guvohnomasiz boshqarib harakatlanib kelayotgan vaqtida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektorini urib yuborgan. Hodisa oqibatida yo'l patrul xizmati inspektori turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda holat Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan nazoratga olingan. Aynan ushbu voyaga yetmagan shaxsning maktabda dars qoldirganligi uchun ota-onasi 2025-yilning 12-sentyabr kuni, shuningdek, o'z boshimchalik bilan avtomobil boshqarib qo'pol ravishda yo'l harakati qoidalarini buzganligi sabab joriy yilning 8-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi bilan javobgarlikka tortilgan va profilaktik suhbat o'tkazilgan edi. Ammo shunga qaramay, afsuski, ular to'g'ri xulosa chiqarmaganligi, mas'uliyatsizlik va o'z ota-onalik vazifasiga loqaydligi oqibatida qo'shtirnoq ostidagi erkatoylari qoidabuzarlik sodir etishda davom etgan. Ushbu transport vositasi 2002-yilda tug'ilgan Atadyanova Leyla Bekzotovga tegishli bo'lib, bu shaxs tomonidan 2024-yildan shu kunga qadar 18 marotaba transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga haydash uchun berganligi, shuningdek, qo'shimcha ravishda 37 marotaba boshqa turdagi yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi aniqlandi. Transport egasining mas'uliyatsizligi va qonunchilikka bepisandligi voyaga yetmagan shaxs avtomashinani boshqarib ketishi va og'ir yo'l transport hodisasining sodir etilishiga olib kelgan. Shu o'tgan safar o'zi hamma xodimlar ogohlantirdi. Mashina haydayman deb va'da berdi. Yana shug'ullik qilib haydab qo'ydi mashinani. Hammasi ham noto'g'ri. Qiyin shundan chiqaman. Mazkur holat yuzasidan hozirgi vaqtda Mirobod tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va o'zining maqtanchoqligi bilan internetda shov-shuv uyg'onishiga sababchi bo'lgan 2003-yilda tug'ilgan Jumayev Asadbek Anvar o'g'li Uzbelas Performance nomli tuning kompaniyasining ishchisi bo'lib, yuz bergan ushbu holatga aloqasi yo'qligini bayon etdi. U faqat transport vositalarini tuning qilish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi rezonans esa ushbu bolaning maqtanchoqligi va ijtimoiy tarmoqlarda PR qilmoqchi bo'lganligi oqibatida tayyorlangan saviyasiz kontenti sabab yuzaga kelgan. Kimdir 15 sutka kirib keta oladi bu narsa orqasidan, no biz kichkina shtraf bilan ajalatsiya qildik. Razmeri 10 minimal. Avvalambor noto'g'ri ish qilganmiz. Intervyu qo'ygan odamni montajini tekshirib keyin qo'yishimiz kerak edi avvalambor. No, shu narsa o'tib ketib qoldi. X5 va X7 BMW rusumli avtomobillariga vaziyatga qaytadigan bo'lsak, o'sha momentda men videosini qo'yganman, что mashinalar bizning tuning atelyemizdan chiqib, shaharda bo'ysunmaslik va aytsak bo'ladi, izdevательство qilgandan keyin men o'sha narsani targ'ib qilgan holda o'zimni sotsial setlarimga joylaganman videoni va menga zakonniy 60 da minimalka yozib berishgan 201 prim 1-modda bo'yicha. Intervyudan olingan so'zlarning evaziga kontekstdan yulinib olingani uchun bu narsa katta bir targ'ibga o'xshash narsaga aylanib chiqdi oxirida. Biz bu narsani umuman targ'ib uchun qilmagandik. O'sha narsa yengil qaraganimiz uchun hozir biz ham mana shu narsani aziyatini chekyapmiz. Hammadan uzr so'raymiz. Bu bolaning oddiy PR-i jamoatchilikni junbushga keltirib, xuddiki jamiyatimizda qonunbuzarlikni targ'ib qilish mumkinligi haqida fikr uyg'otgan. Bu unday emas. Jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi har qanday axborotni tarqatganlik uchun jazo muqarrar.